Sog'lom farzand dunyoga keltirish uchun bo'lajak onalarimiz birinchi o'rinda o'zlarini organizmlariga e'tibor berishlari shart. Farzand rejalashtirishdan oldin organizmni kerakli vitaminlar, yod va boshqa mineral veshestvolarga boyintirish zarur. Ana undan keyin homiladorlik davrida o'zlarini psixologik holatlariga va iste'mol qilayotgan mahsulotlariga e'tibor berish kerak. Tarkibida kofeini ko'p bo'lgan energetik ichimliklarni ichmaslik, tez tayyor bo'ladigan roll va shunga o'xshash fast foodlardan tiyilish, bundan tashqari ko'p vaqt plastik idishlarda turgan yoki mikrovolnovkada isitilgan ovqatlarni yemaslik lozim. Buni o'rniga ichida vitaminlar va kerakli moddalar ko'p bo'lgan tabiiy mahsulotlardan iste'mol qilgan yaxshi. Ko'p marotaba agar zarur bo'lmasa UZI ko'rigiga bormaslik, telefon va gadjetlardan kamroq foydalanish tavsiya etiladi. Sababi barcha radiatsiyalar bolaga salbiy ta'sir o'tkazadi. Yuqorida aytganimizdek, psixologik holat ham katta ahamiyatga ega. Sababi jizzakilik, asabiylashish va negativ o'y-fikrlar, o'zingizga bo'lgan samotsenkangiz pastligi ham bola psixologiyasiga va bola rivojlanishiga salbiy ta'sir o'tkazadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, dastlabki 3 oyda, ya'ni birinchi trimestrda bola endi shakllanayotgan bo'ladi. 8 haftalikda bolaning nerv sistemasi rivojlanadi. O'shaning uchun birinchi o'rinda o'zingizni sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Zero sog'lom ona, sog'lom farzand.